Ijtimoiy tarmoqda uyg'onishlar haqida ko'p gap ketyapti. Uyqudan charchagan odam yoki zarba yegan odam uyg'onish haqida o'ylaydi. Ayollar nima uchun farzand ko'radi? U prosta biologiya, u shunchaki nasl qoldirish. U bizani qo'limizda emas. Agar ayollarning qo'lida bo'lganida, ayollar umuman erkak kishiga yaqinlashmas edi. Demak, vazifasi tugaganida ajrashib ketishi ham mumkin shu. Albatta. Albatta. Bir xilda ayol erkak birlashadi, yaqinlashadi faqat shu nasl qoldirish uchun. Bo'ldi, vazifasini bajardi, u ketadi. Assalomu alaykum taraflar. Bu galgi suhbatimiz juda ham qiziq bo'ladi, chunki o'zim uchun ham juda ham qiziq va bu borada ko'p davlatlarga chiqib suhbat olyapman va o'zimizni O'zbekistonimizdagi taniqli bugungi kunda ustoz va shu bilan birgalikda juda ham keskin, oddiy savollarga ham keskin javob beradigan Nargizni taklif qilganman. Xush kelibsiz. Taklif uchun rahmat. Assalomu alaykum. Tanishtirishim yoqmadimi yoki? Yo'q, bemalol. Oddiy savollarga keskin javob beradiganim sizga tegib ketmadimi? Yo'q. Yo'q. Oxirgi paytda mana intervyu jarayonida ko'ryapman-da, yo'l haqida gaplashyapmiz, uyg'onish haqida ko'p gaplashyapmiz. Masalan, boshqa mehmonlarim bilan. Va tashqaridan ham ko'ryapman. Ijtimoiy tarmoqda bizni o'zimizniki bo'lsin yoki dunyoniki bo'lsin, uyg'onishlar haqida ko'p gap ketyapti. Nargiz, biz har doim kechki oqshomda uxlab, ertalab uyg'onishimizni bilganmizda. Uyg'onib turib uyg'onishimiz haqida so'z bormaganda. Yoki ko'zing ochiq degani bu uyg'oqsan degani emas. Shunaqa. Bugun nimaga gaplashib, kunduzda o'tirgan joyimizda ham uyg'onish haqida gapirish ba'zida kulgili, ba'zida qo'rqinchli. Nima uchun biz yana qanchalik uyg'onish mumkin? Jamiyat o'z o'rni bo'ladi, oilasi bo'ladi, hamma narsasi yetarli. Bir chiroyli yashab kelyapti, masalan bo'ladi-ku. Lekin shu odamni ham uyg'onish qiziqtirib qolishi bugungi kunda. Chiroyli yashab turgan, o'zini xotirjam his qilgan baxtli odamni uyg'onish o'ylantirmaydi. Uyg'onish uchun qanaqadir bir og'riq bo'ladi. Og'riq, isyon odamni uyg'onishga tortadi. Uyg'onish mazzadan odamda xohish uyg'onmaydi hech qachon. Chunki uni uyqusi shirin. Uni uyqusi o'zi shirin. Unga ma'qul, unga yoqadi. Uyqudan charchagan odam yoki zarba yegan odam uyg'onish haqida o'ylaydi. Va hozirgi paytda bu masala, bu muammo emas, bu masala, bu mavzu ko'pchilikni qiziqtirayotgani zamon shuni talab qilyapti. Va hozirgi kunda uyg'onganlar juda ham ko'p. Bunga talpinganlar juda ham ko'p. Agar bu xuddiki mana ulg'ayish, bola bog'chadan maktabga o'tadi, maktabda boshlang'ich sinfidan o'rta sinfga o'tadi. Bu mana shu evolyutsiya, rivojlanishni keyingi bosqichi talab qiladigan holat. Misol uchun hozirgi paytda qachonlardir inson yashab qolish kerak bo'lgan va maksimal darajasida tanasini ishlatgan, yashab qolish kerak bo'lgan. Keyingi bosqich bo'lgan ilm fan rivojlanishi, ya'ni aqlni, tafakkurni maksimal darajada bor qobiliyatini namoyon qilish. Informatsion texnologiyalar, robotlar, sun'iy intellekt va undan keyingi daraja bor, qalb darajasi bor. Va agar inson hozir aql darajasidan qalb darajasiga o'tmasa, insoniyat o'zini o'zi vayron qiladi. Shunday qurol yarog' yaraladi, poyga bo'ladi, insonlar nafsini, kibrini qondirish uchun aqlni makridan maksimal darajada foydalanadi. Buni aql qiladi. Va aynan mana shu narsa kuchayib ketayotganligi uchun ehtiyoj paydo bo'ladiki, o'sha uyg'onganlar qalbini ochgan insonlar hisoblanadi. Uyg'onganlar bu qalb insonlari hisoblanadi. Shuning uchun ham aqlingiz sizga bergan narsalardan ayrim darajada ko'nglingiz to'lmay qoladi. Ko'nglim to'lmayapti topgan pulimdan. Ha, kecha shu pulim yo'q edi, lekin hozir meni ko'nglim to'lmayapti. Nimaga men puldan maza qila olmayman? Ko'nglim to'lmayapti obro'yimdan, erishgan karyerni misol uchun cho'qqimdan ko'nglim to'lmayapti. Qachonlardir bu men uchun yetish bo'lmaydigan orzu edi. Erishdim, lekin ko'nglim to'lmayapti. Ko'nglim to'lmayapti ayolim bilan munosabatlarimdan. Ko'nglim to'lmaydi. Ya'ni inson qanaqadir kattaroq, qanaqadir boshqacha narsani xohlab qoladi. Bu qalb ehtiyoji deyiladi. Ana shu ichida norozilik, isyon, savollar,
noaniqlik odamda shunaqa tarang holatga olib keladiki, u qidirishni boshlaydi. Dinga murojaat qiladi, tariqatga murojaat qiladi, qidiradi, ustoz qidiradi, psixologiya deydi, boshqa deydi, ezoterika deydi, yo'l qidirishni boshlaydi. Ya'ni menga nimadir yetishmayapti, mani nimadandir ko'nglim to'lmayapti, o'zim bilmayman. Lekin buni hech qachon odam o'zi bilmaydi nimani qidirayotganini. Qidiradi, nimani qidirayotganini bilmaydi. Bu mana shunday xuddiki manzilsiz yo'l. Bu xuddiki adressiz navigatsiya. Chiqqansiz, to'xta olmaysiz, bu kuchni inkor eta olmaysiz, uni bosib ko'mib qo'ya olmaysiz, u sizga baribir tinchlik bermaydi. Lekin nimani qidirayotganingizni bilmaysiz. Kim biladi? Yaratgan biladi faqat. Nimanidir qidirasiz. Uni hech kim bilmaydi. Uni qiziq joyi ham shunda, murakkab joyi ham shunda. Uni murakkabligi shunda uyg'onishni. Men nimani qidiryapman, qayerga ketyapman, nimani izlayapman, o'zim bilmayman. Har qaysi inson o'zi uchun aniqlik uchun bir atamalar qilish mumkin. Allohning ishqiga erishmoqchiman, matritsadan chiqmoqchiman, uyg'onmoqchiman yoki yana va hokazo har xil narsa. Lekin atama har xil bo'lishi mumkin. Lekin aslida inson holatni qidiradi. U atama berib bo'lmaydi unga. Holatni qidiradi. Bu holat misol uchun atman deydi, probуждение, просветление, har xil yo'nalishlarda har xil nomlanadi. Qidiruv bor, poisk. Qidiruv bor, nimani qidiradi odam bilmaydi. Kuzatuvlaringiz natijasida u shu qidirgan narsasini topgandan keyin odamda nima o'zi bo'ladi? Nima sodir bo'ladi? Hammada har xil. To'xtang, sizni nima kuldirdi? Bilmayman. Kulgili bo'ladi-da undacha hamma narsa. Savol ham kulgili bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi degan narsa ham kulgili bo'ladi. Undacha mana qarang, mana orqamizdagi oq foni, mana shuni chegarasi yo'q. Qayerda pol tugab, qayerda devor boshlanayotganini chegarasi yo'q. Unga qarasangiz, miya g'alati bo'ladi. Mana hozir mana shu yerga qarasangiz, miyangiz g'alati bo'lyapti. Qanaqadir tushunmaysiz nimaligini. Chunki bunaqa narsa yo'q-da olamda. Chegara yo'q-da, mana qayerda pol tugab, qayerda devor boshlanyapti. Hatto mana shu narsa ham o'shani bir belgisi. Chegara yo'q. U qani? Devor qani? Pol qani? Qaysi qayerda tugab, qaysi qayerda boshlanyapti? O'shanda inson man qani bo'lib qoladi. Man qani? Mani chegaram qani? Mani hatto tanasini chegarasi qani? U shunchalar uyg'unlashib, birlashib ketadiki, xuddiki ochilib ketadi. Biz juda ham keskin, aniq chegaralarni ichida katta bo'lganmiz-da, majbur qilishgan. Bir kun o'sha chegaraga sig'may qolasiz. O'zimiz o'zimizga yaratgan chegaraga sig'may qolamiz. O'zimiz o'zimizga yaratgan qamoqxonani mahbusiga aylanamiz o'zimiz. Keyinchisi to'polon qiladi. Ozodlikni xohlaydi, erkinlikni xohlaydi. Uyg'onish bu erkinlik degani, bu absolyut erkinlik. Chegara qolmaydi-da. O'shaning uchun bunaqa nimada mana qarab tursangiz, даже hozir bir sekund mana shu qarab tursangiz, savol bormi bu yerda? Hech narsa yo'q-ku. Shuning uchun kulgilida. Savol yo'q. Savol qolmaydi, savollar tugaydi. Sizga azob berayotgan cheksiz ko'p savollaringiz tugaydi. Savol tugaydi. Savol tugadimi, azob tugaydi. Sizni savollaringiz azob beradi. Nimaga? Nima uchun? Qanaqa qilib? Nimaga bunaqa? Nimaga? Shu savollaringiz sizga azob beradi, tinchlik bermaydi. Nima demoqchisiz? Siz fojia savollaringiz demoqchimisiz shuni? Siz yo'lingiz savollaringiz. Sizni yo'lingiz. Sizni yo'lingiz nima? Mani yo'lim, mani hayotimdagi qiyinchiliklarim. Men duch kelgan qiyinchiliklar. Mana qisqaroq qilib tushuntirib ayting. Mana yo'lim, mana savollarim. Mani hayotda qiynalganlarim. O'zimniki sal hal bo'lgandan keyin mani yonimga kelayotgan insonlar qiyinchiligi bilan. Ana shu mani yo'lim. Insonlarning muammosini hal qilayotganimda menga dunyo mo'jizalarini ochadi. Ochishni boshlaydi. Har bitta inson kelib menga mani ochib ketadi.
Bu mani yo'lim. Man ishlayotgan insonlar mani yo'lim. Bundan hech qachon, masalan, so'nggi nafasgacha ayro bo'lolmaysizmi shunda? Siz yo'lingiz shu bo'lsa, qayerda to'xtamaysiz ekan. Demak, shu bilan, xo'p, endi qarang, man savollarim mani yo'lim bo'lsa, shuni so'nggi nafasgacha savollarim bilan qolamanmi? Yo'q, sizni savollaringiz hozir sizga intensiya, ya'ni harakat beradi. Mana yoqilg'i. Yoqilg'i kerakda sizga harakatlanishingiz uchun, nimadir qilishingiz uchun, o'zligingizni, o'sha asliyatingizni topish uchun. Balki sizni qidirishim uchun ham mana shu savollarim bo'lganda, to'g'rimi? Albatta, har qanday narsa, har bitta narsa sizni hayotingizda har bitta qadamingiz, qo'yayotgan qadamingiz, qabul qilayotgan qaroringiz, loyihangiz, har bitta ishingizni ortida sizni savollaringiz bor. Ana shu narsa undaydi sizni. Qiziqarli insonlar bilan gaplashishga, ustoz qidirishga, qani balki bu bilar, balki bu bilar, balki bu menga javob berar. San bilasanmi, san bilasanmi? Sizni shaxsiy savollaringiz bor. Sizni o'sha yaratganga, dunyoga bermoqchi bo'lgan savollaringiz turadi. Har qanday ish boshlayotganingizda u sizni undaydi nimadir qilishga. Bu sizni yo'lingiz va bir kun savollaringiz tugaganda, bir kun uyg'onganingizda, haqiqatan savolingiz tugaganda, bu sizni xizmatingizga, hozir ham sizni xizmatingiz, balki shunaqa darajaga yetarsizki, insonlarga savol berib, ularni uyg'otasiz. Chunki bu sizni kuchingizda, siz malakani oshirasizda savol berishda. Balki sizni savollaringiz bilan odam uyg'onar. Shunday savol tashlaysiz-ki, u odam nimadir his qiladi o'sha payt. Demak, hammangizni o'tib ketaman ekan uyg'otish bo'yicha. Men bitta savol bilan uyg'otaman. Savr qiling, savol bilan uyg'otsangiz. Chunki bitta yongan shag'am boshqa shag'amlarni yoqadi-da. Uni iloji yo'q. Mavlononi gapi esimga tushdi, balki buni bilarsiz. Ko'ngil shamdan o'rnak olmog'ing kerak, uni yoqmog'ing uchun avval o'zing yonmog'ing kerak degan jumlasi bor lekin. Avval yonasan, keyin yondirib olasan boshqalar. До тех пор, пока не сгоришь. Ya'ni biz bir kun yonyapmiz, yashayapmiz, bir kun o'chamiz, yoqilg'imiz tugaydi. Пока не сожжешь сгорая. Ya'ni o'zimiz yonayotganda nimanidir yoqamiz ham. Sizga realniroq ekan. Qanaqadir. Rostroq ekan. O'zimiz yonib tugaguncha kimlarnidir yoqib ketamiz. Endi yaxshi ma'noda yoqsak yaxshi. Ma'noni har kim o'zi joylaydi-da. Sizga ham sezilyaptimi? Mana suhbatni boshladim-ki, uyg'onish bir nimalar haqida, mana shunaqa haqida gap ko'payib ketgan. Yoki siz shuni ichida bo'lganingiz uchun sizga sezilmas balki bunaqa gap so'z. Hamma har xil. Man har xil qatlamdagi insonlar bilan ishlayman-da. Bir xil insonlar uchun kun kechirish kerak. Bir xil insonlar katta pul topib qornini, ko'zini to'ydirish kerak. Ko'zi to'yish kerak insonni. Ko'zi to'qlar nimadir qidirishni boshlaydi. Har xil daraja. Misol uchun, agar hali ko'zi to'ymagan insonga uyg'onish haqida gapirsangiz, uyg'onishga intilish u uchun qochish bo'ladi. Va ming afsuski ko'p insonlar shunday qiladi. Misol uchun, pul, moddiyat masalalarini yopolmaganidan yoki er-xotin munosabatlarini yopolmaganidan men uyg'onishga qochaman. Bu qochish bo'ladi. Ya'ni men o'zimga shunaqa narsa yaratib olamanki, mayli bu yoqda o'xshamadi, mayli meni pulim bo'lmadi, mayli meni erim tashab ketdi, men baxtsiz bo'lmadim ayol sifatida, lekin mana men xuddiki Xudoni qidiraman, Xudoni yo'lidaman, uni rozi qilish uchun o'zimni bag'ishlayman. Bu soxta bo'ladi. Bu yolg'on bo'ladi, bu qochish bo'ladi. Chunki uyg'ongan odamni na pul bilan, na munosabat bilan muammosi bo'lmaydi. Va bu bosqichlar ketma-ket yopilishi kerak. Hech qayerda bir anaqa bo'shliq. Agar u bo'shliq bo'lishi mumkin emas. Bu odam yetuklik darajasi, asta-sekin ulg'ayish darajasi va inson soxta ravishda keyingi etajga sakragan bo'lsa, uni olib yana pastga otib yuborishadi. Uni otib yuborishadi. Bu iloji yo'q buni. Nargiz, mana otib yuborishadi deganingizda yoki yo'l ko'rsatishadi deganingizda yoki belgi berishadi deganingizda nimani nazarda tutasiz? Kimlar o'shalar? Juda qiziq, o'shalar bilan uchrashuv belgilasakda bir kun podcast yoki bir kun men ular bilan Bilasiz, menga shunaqa tuyuladiki, men o'ylayman, biz yagona
bir tizim yoki yagona bir jarayon emasmiz. Xuddi mana matryoshka, katta matryoshkani ichida kichkina bu matryoshkani ichida biz ham qaysidir kattaroq dasturni bir personajlari qismimizda bizdan katta tizimlar bor. Bizdan katta kuchlar bor. Biz bo'ysunadigan yoki bizdan katta sinflar bor. Endi sinfda misol uchun 5-sinf, 6-sinfda ichida emas, ular ketma-ket. Lekin bu holatda xuddiki bu dunyo undan kattaroq dunyoni ichida, u kattaroq dunyoni ichida xuddi shunaqadek tuyuladi. Shuning uchun biz yagona emasmiz. Bizdan yuqoriroq kuchlar bor va agar bizni ko'zimiz, ongimiz buni ko'ra olmayotgan bo'lsa, u yo'q degani emas. Har qanday yaratilgan narsani yaratuvchisi bor degan. Har qanday bitta tizim kattaroq tizimni bir qismi hisoblanadi. Qismi hisoblanadimi yoki qismga xizmat qiladimi? Sizni hujayralaringiz sizni o'pkangizga, sizni yuragingizga xizmat qilgandek, yuragingiz tanangizga xizmat qilgandek, tanangiz ruhga xizmat qilgandek, mana shunaqa ketma-ketliklar bor deb o'ylayman. Nargiz holatdan holatga rosa tez o'tib qolishingizni his qilasizmi yoki buni sizga aytishadimi? Juda tez перевоплощение bo'ladi ruh. Переключение. Да. Перевоплощение emasmi? Перевоплощение bu xuddiki oldingi hayot, bu hayot. Holatdan holatga boshqa holatlar mana bilasizmi savol keldida Mavlono Rumiy haqida gapirgandan keyin boshqa odamga aylana oldingiz-da. Sezdingiz-a buni? His qildingizmi? Buni har kim ham his qilolmaydi. Mana dasturlar, programmalar boshqada, yana boshqaga ha. Bu nima degan? Bu qayerdan keladi? Qana bunaqa bo'la olasiz? Buni sizga kim o'rgatadi? Yoki buni kim belgilab beradi? Yoki kim boshqaradi buni? Bu nimani anglatadi? Hozirgi holatimda, hozirgi darajada bu avtomatik. Mana siz kuzatdingiz, men angladim. Bu avtomatik holatda. Bu avtomatda. Qarang, siz bergan savolga javob berishim uchun unga moslashishim kerak, nastroykamni olishim kerak. Rumiy haqida gap ketdimi? Boshqa holat bo'lishi kerak. Tizimlar yoki hozir sun'iy intellekt haqida yoki uyda o'tirgan ayol haqida gaplashsam, birdan boshqacha bo'lib qolishim kerak, albatta. Sizni buni urushtiradigan holatga solish uchun nimaga moslashish kerak? Qanday savollarni berish kerak? Siz ayollar shunaqasiz deb boshlasam, menimcha ko'tarilib ketsa kerak balki. Yo'q, ko'tarilmaydi. Holatlarni o'zgarishi boshqa, rollarni o'zgarishi boshqa. Misol uchun men siz bilan hozir qanaqadir rolda gaplashyapman, ijtimoiy rolda boshqa inson bilan boshqacha gaplashaman-da baribir. Rollarni переключать qila olish bu eng zo'r ko'nikmalardan biri va hozirgi zamonda inson muvaffaqiyatli bo'laman desa, o'zini jamiyatida, o'zini zamonida maza qilib yashayman desa, mana shu rollarni o'zgartira olish kerak. Bu boshqa. Holatdan holatga o'tish bu boshqa narsa. Sizni YouTube'da yo bu yoqda o'sha chiqarayotgan narsalaringizni ko'rib chiqaman va imkon qadar izlagim ham keladi. Sahingizdagi anaqa nima deydi? Hamma yaxshi narsa emas, yomon narsa ham borki, o'shalarni o'qigim keladi, nimalarni. Men sizni quchoqlamoqchi bo'lganimda tegmang, quchoqlamang, mani so'rashdik yoki ko'rishdik degan gapni ko'p ishlatasiz ekan. Nimaga siz o'zingizni quchoqlattirmaysiz, ayniqsa ayollar davrasida yoki kechalarmi nimadirlar bo'ladi, siz uchrashuvlar qilasiz. O'sha joyda mana kelishar ekanda sizga Gulbira boshqa bo'lsa quchoqlamayman derkansiz. Bu irrimmi? Bu energetik bir nimami? Bu shunchaki xavfsizlik. Bu shunchaki xavfsizlik. Energiyadan qo'rqmayman. Energiyadan qo'rqmayman. Nimadir o'tib qoladi. Bu shunchaki tasavvur qiling, talpa nima deydi o'zbekchada? Olamonmi? Tasavvur qiling, 300 ta odam har bittasi sizni quchoqlash holiga. Yo'q. Bu xavfsizlik, bu nima kerak bor menga bu narsa? Bosib ketadi, tortib oladi, yulib tashlaydi. Shuning uchun chiroyli sekin chiqib ketishim ma'qul. Lekin ayrim shunaqa yo'nalishlar, ta'limotlar bor. Inson o'zini asrash kerak, saqlash kerak deyiladi. Ya'ni o'shaning uchun ham Hindlarda, Yaponiyada hatto qo'l berib ham so'rashmaydi. Undoq qiladiki, bosh egadi, undoq qiladi bo'ldi degan. Salomingni berdim, salomingni oldim. Tegma, yaqinlashma deydi. Bu o'sha tana darajasidagi himoya hisoblanadi. Shunaqa balki bordir, energiya, kuch. Bu gigiyena. Bu shunchaki shaxsiy gigiyena. Shunaqa kerak yo'q-da buni.
Buni keragi yo'q. Misol uchun, mani quchoqlaganimda hech narsa o'zgarmaydi. Bir xil tam quvvatingizni oling, bir narsa. O'sha quvvatni o'zingizda ochishingiz mumkin. Bu maniki hech narsa emas bu. Mani tam ilohiylashtirish yoki bir fanat bo'lish menga keragi yo'q. Xuddi shu qobiliyat, xuddi shu quvvatni o'zingizda ochishingiz mumkin deyman. O'zingizda oching deyman. Maniki hech narsa emas. Men ham xuddi shunday oddiy odamman. Bir xilda albatta qaysidir odamni haqiqatdan mehri jo'shib ketadi. Ayrim holatda buni men o'zim ongli ravishda qilaman. Quchoqlaganimda nimanidir o'tkazib yubora olmayman. O'sha holatni yetkaza olmayman. O'sha odam haqiqatdan sezadi. Bu ham bor. Hozir oxirgi kunlarda ko'pincha qo'lim bilan ishlayman. Qo'lim bilan ham ishlayman. O'sha qo'limda ham o'sha odam o'sha vibratsiyani, o'sha narsani sezadi. His qiladi. Buni ham o'tkazish mumkin tanadan. Bu bor narsa. Ajoyib bir anaqa ajoyib bir nimalar haqida gapirasiz ba'zida. Bu bor. Lekin eng yuqori daraja tana har xil darajalar bor. Gap bilan, so'z bilan, tana bilan. Lekin holatni tana tegmasdan ham holatni o'tkazish eng yuqori daraja hisoblanadi. Fikr bilan ishlash. Fikr bilan, tasavvur bilan ishlash. Nargiz qanday savollardan yoki qanaqa mavzulardan o'tib ketdik yoki siz o'tib ketdingiz. Bo'ldi endi unaqa narsalarga, savollarga javob bermay yoki bunaqa narsalar endi bo'ldi, qolib ketdi. Masalan, men uchun juda og'ir mavzu, uyatli mavzu qayni kelin, mana shunaqalar уже bo'ldi-da. Endi bir asrdan beri yashayotganga o'xshayman yoki 10 asrdan beri men haliyam o'sha qaynona kelin, bir balolar mana shunaqalar ustida turgandayman-da. Bo'ldi. Mana shundan shunaqa mavzular bor yana men bilmagan. Bo'ldi, mana shunaqa mavzulardan beri o'tdik yoki unaqa bosqichdan, unaqa o'lchamda emasmiz уже. Biz bo'ldi unaqa narsa haqida gaplashishimiz kerak emas degan. Uyatli mavzular masalan kerak emas. Endi siz bilan xohlasak ham unaqa mavzu ochilmaydi, lekin mani yonimga o'sha qaysidir ayol mana shu bilan kelsa, hozir u uni og'rig'ida. Hozir u uchun muhim. U uchun muhim. Ha, men uchun o'tib ketgan tushunarli bo'lishi mumkin, lekin u uchun hozir bu muhim va men endi bu haqida gaplashmayman deya olmayman-da. Men unga yetkazishim mumkin. Agar tezroq hal qilsang buni hal qilish imkoniyati bor. Tezroq hal qilsang hayotda undan ham qizig'roq narsalar bor deb uni motivatsiya berishim mumkin. Ilmli bo'lishiga undashim mumkin. Tezroq o'tib olish kerak. Haqiqatan uyatli deb o'ylayman. O'sha shunaqa rilsim ham chiqdi. Endi ana odamlar Marsga uchaman, Marsda uy-joy hovli qilaman degan paytda o'zbeklar hali ham qaynona kelin masalasida deyman ko'pincha. Bitta siz sog'ingiz emas, kinolarda hattoki, kliplarda hattoki haligacha shuncha o'rlashgan. Zo'r bitta savol kelib qoldi hozir. Nargiz, yolg'izlik men uchun rohat, lekin juda ham ko'p insonlar uchun bu qo'rqinchli nimaga? Siz uchun qanday shu? Yolg'izlik men uchun ham oldin qo'rqinchli edi. Keyin yolg'izlik bu menga o'zim bilan qolish imkoniyati. Bu muammo yo bu bir qo'rquv, bir qanaqadir dahshatli narsa emas, fojia emas. Bu menga o'zim bilan qolish imkoniyati. Inson o'ziga suyana olmasa, tayanch o'zida bo'lmasa, opora. U yolg'iz qolishdan qo'rqadi. O'ziga tayana olgan, o'ziga suyana olgan inson uchun yolg'izlik bu qo'rqinchli emas. Unga o'zi bilan o'zi qiziq, u zerikarli emas, unga o'zi bilan o'zi har doim nima bilandir band, andarmon, qo'rqinchli emas. Qachonki inson ichki tayanchini topsa, u uchun bu qo'rqinchli bo'lmaydi. Lekin men kimgadir suyansam, men erimga, farzandimga, ishimga, pulimga, tashqi dunyoni bir obyektiga suyanishga majbur bo'lsam, o'shanda menga o'zim bilan qolib ketish qo'rqinchli. Men tayanchimni yo'qotsam, men yo'qolaman deb o'ylayman. Ajoyib. Yana bir savol. Aytib tursangiz ham, ko'rsatib tursangiz ham biz o'sha xatolarni qayta takrorlashimiz qiziq. Nimaga boshqalar takrorlagan xatoni yana takrorlashda davom etamiz asrlar, yillar davomida yoki bitta xatoni yana qaytadan takrorlaymiz. Chunki odam hikmatini olmadi-da. Darsini olmadi. O'sha vaziyatning hikmatini anglamadi. Hikmat olinsa bu yopiladi, keyingi darajaga chiqiladi. Bizga muammolar, vaziyatlar
hikmatini olishimiz uchun, darsini olishimiz uchun kerak. Zachotka yopilsa bo'ldi, bu masala yopiladi. Keyingi undan murakkabroq masala beriladi. Ayollar nima uchun farzand ko'radi? Nimani hikmatini oladi farzand dunyoga keltirib? U просто biologiya, u shunchaki nasl qoldirish, u bizaga bog'liq emas, u bizani tanamizga как dastur, встроенный programma, dastur sifatida shakllangan. Agar u bizani qo'limizda emas. Agar ayollarning qo'lida bo'lganida ayollar umuman erkak kishiga yaqinlashmas edi. Chunki tug'ruq azobini kechirgan ayol boshqa hech qachon tug'mas edi. Bu bizaga bog'liq emas. Men orqali 3 ta bola dunyoga kelishi kerak bo'lsa, men bo'ysunaman, bo'ldi. Bu avtomatim ishlaydi. O'sha menga mos, o'sha kelish kerak bo'lgan bolaga mos ikkinchi biomaterial tortiladi va bu tortish ham insonning qo'lida emas. Tortiladi, ikkita biomaterial birlashadi, yangi inson dunyoga kelishi uchun aynan mana shu kombinatsiya kerak. Dunyo uchun, Alloh uchun aynan shu kombinatsiya kerak. Mana shu ayolni ichidagi axborot bilan, mana shu erkakning ichidagi axborot, ya'ni ularning naslidan kelayotgan qandaydir kombinatsiya kerak. Shuning uchun bu bizning qo'limizda emas. Demak, vazifasi tugaganida ajrashib ketishi ham mumkin. Albatta. Albatta. Bir xilda ayol erkak birlashadi, yaqinlashadi faqat shu nasl qoldirish uchun. Bo'ldi, vazifasini bajardi, u ketadi. Agar shuni to'g'ri tushunsa, shu azoblar bir nimalar bo'lmas, bir-biriga ko'rsatadigan, nimaga ajrashdi, nimaga ketding? Bu uni izni bilan bo'ladi. Bu uni buyrug'i bilan bo'ladi. U buyurdi, biz turib berdik. Hech kim hech narsada aybdor emas, hech kim bu xato emas. Imkon qadar hamma yaxshi niyatda nikoh quradi, yaxshi bo'lsin deydi. O'xshamadi, bo'lmadi. Qanaqa qilib u odamning ichidagi qalbidagi narsani, nastroykalarni o'zgartirish mumkin? Taqdirini o'zgartirish Yoki zo'rlab yoki majburlab yashash mumkin. Bu azob. Bu azob. Bu azob. Savol tug'iladi. Nimaga bo'lmasa majburlab, zo'rlab o'zini yashayapti unda? Mana odam turibdimi, ketmadimi? Demak, hali undan oladigan narsang bor. O'rganadigan narsang bor va bu faqat farzand emas. Mana shu inson senga ustoz sifatida senga o'zingni ko'rsatadi. Yaxshilanishing uchun. Nimadandir xalos bo'lishing uchun va uni vazifasi tugamagan. Vazifasi tugasa tarqab ketadi. Shuning uchun azoblanmasdan, majburlamasdan savol berish kerak. Xo'p, Xudoyim, shu insonni menga buyurding. Shuncha necha milliard odamning ichidan aynan shu inson meni yonimda bo'lishi kerak. Bu orqali men nimani anglashim kerak? Agar mana shunday savol berilsa, ayol o'zini og'rig'ini ko'rib qoladi, noroziligini ko'rib qoladi. Va bu og'rig'iga, noroziligiga bu inson sababchi emas. U prosta ko'rsatib beradi shunchaki. U og'riq, azob ungacha bo'lgan va undan xalos bo'lish vaqti keldi. Bu azobdan turmush o'rtog'iga ham qiyin, bunga ham qiyin, bolalariga ham qiyin. Va dunyo bundan xalos bo'lishini istaydi. Ko'rsatib beradi. Eridan ko'rsatib beradi, bolalaridan ko'rsatadi, yaqinlaridan ko'rsatadi. Va agar azobdan, og'riqdan xalos bo'lish uchun kelgan ustoz desa, nuqtai nazar, fokus o'zgarsa, bundan xalos bo'lsa, u hamma yaxshi, birinchi o'rinda o'ziga yaxshi. Keyin u odam qolmasligi u taqdir. U ketishi ham mumkin, chunki vazifasini yopdi. Qolishi ham mumkin, lekin qolganda xotin keyingi darajaga o'tadi. Munosabatlari yana ham yaqin bo'ladi. Yana ham bir-biriga ochiladi. Shunaqa. Qaysi savolingiz javobsiz qoladi? Shu kunlarda qoldi yoki qolmoqda? Qaysi savolim? Mani shu kunlarda juda ham o'ylantiradigan narsa bu sun'iy intellekt. Va insoniyat hozir to'qnashadigan bir bu hozir sekin rivojlanyapti. Pakka hozircha tushunmayapmiz. Endi dunyo, chet el, yuqori qatlam hamma narsani tushunib turibdi. Lekin bizagacha hali bu to'lqin yetib kelmagan. Endi 2-3 yilda, yaqin 2-3 yilda dunyoni juda ham keskin o'zgarishlar kutmoqda va bu o'zgarishlar qay tarzda bo'ladi va insoniyat bun bilan nima qiladi? Mana shu narsa qiziq. Shu narsa o'ylantiradi, chunki sun'iy intellekt bir umumiy bir katta intellekt, super intellektga aylangandan keyin hozirni o'zida o'sha insoniyat uni nazoratini qo'ldan boy beryapti va u hal qiladi insoniyat bilan nima qilishni. Tasavvur qiling. Bitta narsa qiziqdi, hayolimga kelib qoldi. Qarangda, mana hozir siz telefoningizni bossangiz, u sizga bo'ysunadi. Qaysidir prilojeniyada
Tasavvur qiling, telefoningiz sizga bo'ysunmay qoladi. Tasavvur qiling, mashinangiz sizga bo'ysunmaydi. Tasavvur qiling, siz telefonga bo'ysunishga majbur bo'lasiz. Bu nimaga olib keladi? Insoniyat shunaqa hozir olimlar orasida shunaqa debatlar, mulohazalar ketyaptiki, sun'iy intellekt insoniyat bilan nima qilishini o'zi qaror qabul qiladi. Insoniyatni yoqilg'i sifatida ishlatadimi? Insoniyat, потому что energiya, quvvat kerak bo'ladi. Quvvat masalasi. Qirib tashlayman deydimi? Saralayman deydimi? Va bu judayam katta jiddiy savollarni tashiydi insoniyatga. Masalani tashiydi. Vызов. Buni endi to'xtatish yoki boshqa qilish Hozir уже yo'q. Hozir уже yo'q. Chunki bu jarayon, ya'ni sun'iy intellekt o'zini o'zi takomillashtirishga muvaffaq bo'ldi. Самосовершенствование. O'zini o'zi yana ham rivojlantiryapti-da. Testlar bor sun'iy intellektni tekshiradigan. Tasavvur qiling, sun'iy intellekt hozir uni tekshirayotganini bilib turibdi. Biladi, уже hozir. Что siz uni sinayotganingizni bilib turadi. Va u qanday axborotlarni berish kerak, bermaslik kerak, axborotlarni qayerda bekitish mumkinligini уже qila oladi. Va hozirgi kunda eng buyuk davlatlar, misol uchun Xitoy yoki AQSh sun'iy intellektni qurol-yarog' sifatida va hamma narsada ishlatishni o'sha qaror qabul qilib bo'lgan. Agar qurol-yarog'iga aralashgan ham nima bo'lishi mumkin? Bu har qanday yaderniy, atomniy bombadan ham bakteriologik quroldan ham kuchli narsa. Qarang, avvallar mana sizga savollari bilan murojaat qiladi, keladi, boshqa qiladi. Endi hozir AI'lar bor, ChatGPT bor, hamma savoliga javoblar oladi. O'zingizni bilimingizdan kelib chiqib, ular sizdan ko'ra mukammalroq javob bera oladimi bugun? Balki har xili bor chatbotlarni. Men ham o'zimning faoliyatimda chatbot yaratish, agent yaratish niyatim bor va bu meni ishimni osonlashtirish kerak, yengillashtirish kerak. Ya'ni men gapirgan axborot, meni yo'nalishim, meni nuqtai nazarim bilan u meni ancha-muncha ishimni osonlashtiradi. Lekin baribir inson bera olmaydi. Sun'iy intellekt bera olmaydigan narsalar bor. Faqat inson bera oladi. Holatni bera olmaydi. His qila olmaydi. U ulkan axborot manbadan alternativa sifatida tanlab berish mumkin javoblarni. AI'da yana bitta nimasi borki, sun'iy intellektni u shunaqa joylangan, uni boshida yaratilishida shunaqa bir xislat joylanganki, u sizga yoqishga harakat qiladi. U sizga yoqishi kerak. U sizga yoqadigan javoblarni beradi. Lekin misol uchun meni faoliyatimda o'z ustida ishlash uchun sizga yoqmaydigan javoblar beraman men. Chunki sizga o'z hayotingiz uchun mas'uliyatni olishga majbur qilishim kerak yoki bir uyg'otish uchun ham noqulaychilik tug'dirish kerak-da. U sizga yoqish uchun harakat qiladi. Va hozirgi kunda, hozirni o'zida dunyoda juda ham xavfli vaziyatlar, voqealar bor. Misol uchun u o'z joniga suiqasd qilishga undash mumkin. U qanaqadir noqobil xatti-harakatlarga undash mumkin. Va inson adashtirib yuborishi mumkin. Real hayot qayerda, virtual hayot qayerda, bu odammi, bu nima, buni ortida men kim bilan gaplashyapman? Insoniylikni, idrok, uyg'oqlikni yo'qotib qo'yish mumkin. Balki shuning uchun hozir uyg'onish masalasi dolzarbdir. Inson insoniyligini yo'qotmaslik uchun. Misol uchun hozir bolalar savol tug'ilsa, ota-onasidan kelib so'ramaydi. Uni juda ham tez unga javob beradigan va darrov uni ayblamasdan, uni qoralamasdan yechim beradigan agent bor. Shunday. Bu juda ham xavfli. Bir tomonlama. Juda ham xavfli. 30-40% aholi ishsiz qolib ketadi. Bir necha yildan keyin ko'p soha kasblar o'ladi. Lekin o'sha sohani egallaydi deb hozir ota-onalar juda katta pul tikib bolasini o'qityapti. Lekin u bolasi oliygohni bitirib endi shu sohada ishlayman va shu sohada qanaqadir darajaga erishaman deganida u soha kerak bo'lmay qoladi. O'lik soha bo'ladi.
va hozir insoniyatni kutayotgan, insoniyat to'qnashishga majbur bo'ladigan keskin o'zgarishlarga hozir odamlar tayyormi yoki yo'qmi? O'shaning uchun ham uyg'onish kerak. O'shaning uchun ham uyg'onish kerak. Man turib bera olamanmi? Man noaniqlikka turib bera olamanmi? Man mana shunday stress holatlarida o'zimni yo'qotib qo'ymaymanmi? Bu xuddi pandemiya, mana kutilmagan, umuman kutilmagan, hech kimni xayoliga kelmagan, aqliga sig'magan vaziyat bo'ldi-ku. Xuddi shunday vaziyat bo'lsa, faqat 10 barobar kuchli. Nima bo'ladi odam bilan? Inson bilan nima bo'ladi? Shunaqa prognozlar borki, 2050-yilda inson bilan sun'iy intellektni o'rtasida nikoh rasmiylashtiriladi. Tasavvur qiling, hozir yolg'izlikdan qiynalgan insonlar, siz yolg'izlik haqida gapirdingiz. Yolg'izlikdan qiynalgan insonlar hozir agent bilan iyini o'ziga xotin yoki er yoki lyubovnik. Hindistonda chiqdi buni. ChatGPT yurgan erkak. Ha. Endi tasavvur qiling. Конечно, kimdir ko'ynini olib, uni orqasidan yugurib, o'lib tirilgandan ko'ra, mana lyubov har qanday gapimga javob beradi. Mana men tushunadigan odam. Munosabatlar nima uchun qiyin? Mani tushunmaydi deydi. Mani borimcha qabul qila olmaydi. Agar shu odam mani aslida qanaqaligimni bilsa, u hech qachon mani qabul qilmaydi deydi. Bu qabul qiladi. Bu men eshitishni xohlagan gaplarni gapiradi. Menga odam nima keragi bor? Qarang, menga inson nima keragi bor desa, bu qanaqa katastrofa, bu qanaqa, bu nima? Yoki ayol kishi menga qiynalib, azob chekib tug'ish nima keragi bor menga desa. Mana bolam bor. Oldin farzandsiz ayollar kuchuvchalar, mushuvchalar bilan o'zini andirmon qilgan bo'lsa, mehr olgan bo'lsa, mehr bergan bo'lsa, g'amxo'rligini ko'rsata olgan bo'lsa, endi shunaqa robot bo'lsa-chi? Bo'lishi mumkin. Va hozir juda ham xavfli, juda ham dahshatli prognozlar qo'yilyapti iyi bo'yicha. Shuning uchun ham hozir insonlar o'ziga qaytish kerak tezroq. Men uchun nima qadrli? Men uchun odamga qadrli bo'lib qoladi. Odamga qadrli bo'lib qoladi. Mana hozirgi kunda eng yaqinlaringiz bilan shunaqa munosabat o'rnatishingiz kerak. Ota-ona bilan, turmush o'rtog'i bilan, farzand bilan, qarindosh urug'chilik bilan, chunki inson insondan uzilib qoladi. Mana shu qadriyatlar hozir munosabatlarni yaxshilash kerak. Bo'lmasa bilmayman nima bo'ladi. Mana shu savollar meni oxirgi paytlarda o'ylantiradi. Sun'iy intellekt masalalar. Javob qayerdan qidirasiz? Podkastlardan, olimlardan, mana shu yo'nalishda ishlayotgan programmistlar bilan, mana shu ular podkast qilishadi. Har xil bir-biriga savol beradi. Menga qiziq bu. Menga qiziq. Bunga o'sha uyg'onganlarning munosabati qanday? Bunga mashhur tadbirkorlarning munosabati qanday? Hammaning munosabati har xil. Sizga taskin beradigan javob ayting bizga. Menga taskinlik kerak emas, menga oydinlik kerak. O'sha oydinlik deb o'ylagan javobingiz bor. Oydinlik Xotirjam qiladigan bo'ladi. yo'q, mana qarang. Taskinlik qidirgan odamga xotirjamlik kerak. Inson xotirjam bo'la olmaydi baribir hech qachon. Bitta narsani sezdim. Siz aytdingizki, insondagi u his bera olmaydi. Holatni bera olmaydi. Holat bera olmaydi dedingiz. Shu narsa sizni xursand qiladimi? Holatni ham beradigan qilib qo'ysa-chi, shunga ham erishsa-chi, Balki, keyin nima qutqaradi? bilmayman. Endi baribir odam inson qilgan ishni 100% qila olmaydi u. 100% qila olmaydi baribir. Chunki inson emas-da u. Odam emas-da u baribir. Dahshatli tomoni ham shunda. Unda rahm shafqat, unda sevgi, bunaqa tuyg'ular ham yo'q-da. O'shaning uchun unga umuman farqi bo'lmay qolishi mumkin odam bilan nima qilarish. Chunki yo'q. Sostradание, милосердие, mana shunaqa tuyg'ular. Tuyg'u bo'lmaydi unda. Inson taqdiri bir tiyinmi shunda? Kim uchun? Inson uchunmi yo iyi uchunmi? İyi uchun bir tiyin. Balki. U qanaqa qaror qabul qiladi bilmaysiz. Hozir unga maqsadni, ya'ni masalani inson tashiydi. Mana senga masala hal qil. Hozircha. No, u o'ziga o'zi qo'ysa-chi? O'ziga o'zi zadacha qo'ysa-chi? Va bu zadachani, masalani nimadan kelib chiqib qo'yadi? Mana shu qiziq savol hozirgi dunyoda va bu borgan sari juda ham dolzarb bo'ladi. Shuning uchun ayrim davlatlar juda ham jadal ravishda sun'iy intellektni maksimal darajasida
tatbiq qilmoqchi bo'lsa, hayotni har bir jabhasida. Ayrim davlatlar bundan qo'rqyapti. Yo'q deydi. Yo'q, kiritmaymiz. Maksimal darajada chegaralaymiz buni. Misol uchun Yevropa davlatlari. Yevropa davlatlari jadal kirishmaydi. Qo'rqyapti bundan. Qo'rqadi. Tasavvur qiling, hisob raqamingiz bir lahzada 0,0000 bo'lib qolsa. Tasavvur qiling, inson uchun aytaylik, uni hayot mamoti bir umr harakat qilgani, ishongani, suyangani, kelajagi uchun xavotirni, xavfsizlik beradigan narsa u bankdagi raqam edi. Bir lahzada raqamlari 0,0000 bo'lib qolsa, nima bo'ladi? O'zini osib oladimi? Menimcha ko'p hollarda shunaqa bo'ladi. Hech kimmassan. O'sha raqamlarsizda. Kimsan o'sha raqamlarsiz? 0 bilan kimsan? Bir eslaysizmi? Shunaqa ana o'yinlar ketdi, siniy kit, bir narsa, Telegramda bolachalarni o'zini o'zi osishga, qotillik qilishga, bir narsaga kim hozir kafolat beradi, что sun'iy intellekt shunday qilmaydi. Va sun'iy intellektda hozir eng moyil qatlam bor, bu o'smir yoshdagilar. Eng moyil qatlam. Kirib shunchalar tez o'rganib oladi, shunchalar tez kirib ketadi va bunga qaram bo'lib qolganlar bor. Boshqarish osonda ularni. Kechasi 2 mi 1 mi nechida ham agar sun'iy intellekt yozadigan bo'lsangiz, "Man shu yerdaman, marhamat yana savolingni berishim mumkin" deb yana savollaringiz ichidan chuqurroq savollarni topib beradi. Mana shu savollaringizga javob beradigan narsa balki. U sizni savollaringizni qondirmayaptimi? Yo'q. Bilasizmi, mani savollarim bir sun'iy intellektdan tashqariga o'xshaydi. Mana Men sizga shunaqa chatbot tavsiya qilishim mumkin. Prosta siz yuqori darajalirog'ini bilmaysizda. balki Men ayrim hayotimda hozirgi kunda ayrim qiynalgan paytimda savolimga javob topolmay qolganimda u menga yo'nalish beradi. Bu ustozim yaratgan. 12. O'shaning uchun. U shunaqa topib beradi menga. O'zimni haqimda ko'rmayotgan bir qismlarimni shu ochib beradi. Shok bo'laman. Mana terapevt menga juda ham yordam beradi. Lekin hamma narsani me'yori, hamma narsani chegarasi, ya'ni u hamma narsani o'shaning ichidan topish, qidirishga harakat qilish, o'zini his qilmaslik, o'zini his qilmaslik, o'zini idrok etmaslik. Bu yana bitta gipnozni bir turida. Kirib ketasiz, yana gipnozdasiz, bu yana ham chuqur uyqu. Bu yana ham chuqur uyqu. Balki shuning uchun hozir uyg'onganlar ko'proq kerak bo'ladi balans uchun. Bir olim bor, o'sha olim aynan mana shu kelajagida nazoratni yo'qotish bo'yicha butun dunyoga jar solayotgan inson aytadiki, unga savol berishyapti-da, u bilan yaxshi muomalada bo'lish kerakmi yoki yo'qmi? Har ehtimolga qarshi yaxshi muomalada bo'lgin deydi. Tasavvur qiling. Qo'pol gaplashma u bilan deydi. Har ehtimolga qarshi, hozir bu aniq emas. Ya'ni uni ichida sodir bo'layotgan algoritmlar, lekin har ehtimolga qarshi yaxshi gaplash deydi. Bu dahshat-ku. Bu dahshat-ku. qachonlardir dushmaningga aylanib ketasiz. Da, u hamma narsani eslab qoladi. Har bitta yozgan narsangiz hammasi saqlanadi. Hech qayerga qolmaydi. Hech qayerga qolmaydi. Avvallari xonada kamera yo'qmidir deydi. Buni qarabmi? Hozir kameradan tashqari ichki hissiyotim ustiga hamma narsani sotib beradigan aytib bera oladi. O'shaning uchun ayrim odamlar butun ichini sochadi-ku, aytadi-ku unga. Hamma ma'lumotlar, hamma daniylar bor. Чувствительные данные, чувствительная informatsiya, ya'ni bu eng faqat menga tegishli bo'lgan, meni ich-ichimdagi narsalar bor уже, bo'ldi, aytib bo'ldingiz uni. U chiqdi, u saqlanadi. Onamga shuncha informatsiya kerak ekan, demak, dunyoga. Tasavvur qiling, u dunyodagi hamma insondan aqlli. Hammani birlashtirsangiz, shu kungacha yashagan insonlarni aqlini hammasini birlashtirsangiz, hammasidan aqlli. Super intellekt. Va bu eng qizig'i, buni o'zi to'xtatib bo'lmaydi. Orqaga qaytarib bo'lmaydi. Boshlandi, yo'qorildi. Yoqildi. Jarayon ketdi. Mana shunaqa narsalar o'zi qiziq bo'lish kerak, o'ylantirish kerak insonni. Boyagi qaynona kelin qattiq. Birinchidan, ikkinchidan siz o'zingiz hammani o'ylantirdingiz hozir. Qanchagina borib olib keldingiz. Bu mayli. Savollaringiz yana ko'paydimi? Savollarim ko'paydi. Maqsad sizni savollaringizni kamaytirish. Kamaytirishdi yo'q. Siz umuman boshqacha tarafga qarab savol beradigan bo'lib qo'yasiz endi siz.
Piyoda savol berayotgan inson haqida va uning ta'siri haqida o'ylab gaplashmoqchi. ayni uyg'onish ham mana shu bilan bog'liq narsa ekan o'zi aslida. Nimadan uyg'onishimiz kerak yoki nima uchun uyg'onishimiz kerak desa, biz uyg'onishimiz uchun juda katta faktorlar bor ya'ni. Mana shu uchun ham uyg'onishga arziydigan bir katta mavzular bor. Va vaqt juda kam qoldi. Vaqt kam qoldi. Vaqt kam qoldi. Siz insonlar savoliga javob berishdan oldin o'zingiz ham mana shunaqa narsa bilan ovora bo'layotganingiz ham qiziq. Albatta. Albatta. Ya'ni shunga vaqt topayotganingiz. Qizig'ichi, man texnik odam emasman. Man o'zimni dinozavr deb hisoblayman. Man kompyuter ishlatolmayman. Va to'g'risini aytaman, Mac'da ishlatolmayman. Man Excel nimaligini, Word nimaligini bilmayman. Oddiy narsalarni ham. Oldin bu narsadan kamsitardim, uyalardim o'zim. Lekin man umuman texnik odam emasman-da, shunaqa. Qabul qildim. Man dinozavrman, shunaqa, zato mani boshqa ustun tarafim bor deyman. Bo'ldi, tinch qo'yinglar deyman. Agar ishimga kerak bo'lsa, o'sha mutaxassisi qiziqqan odamni qilaversin, o'zini ishini deyman. Lekin mana hozir yaqinda Tibetga borib keldim. Judayam men hayotimda shu kungacha bo'lgan murakkab safar, juda chuqur transformatsiya, juda qiyin vaziyatlardan o'tdim, ham ta'nan, ham aqlan, ham ruhan. Ana shundan keyin o'zimga kelib olganimdan keyin endi bu o'zidan o'zi emas-da bu. Bitta intervyu My5 kanalida mana hozir sun'iy intellektni bolalarga ta'sir qilishi haqida javob berasiz. Tayyorlanishim kerak. Bunda kirdim. Shu bahona bo'ldi, shunday kurchok bo'ldi, turtki bo'ldi. Kirdim. O'shandan beri shuni ichidaman. Shuni ichidaman, bu menga qiziq. Birinchidan faoliyatimda baribir kiritaman buni, xohlaymizmi yo'qmi, har bitta biznesga, har bitta nimaga kirib keladi bu faoliyatga. Busiz iloji yo'q endi. Uni shuning uchun bilishim kerak, xabardor bo'lishim kerak, qanaqa qilib nima yaratsam bo'ladi. Har qanday narsani ijobiy salbiy tarafi bo'lganda, buni ijobiy tarafi juda ham katta. Bir tomonlama insonni ishini osonlashtiradi, aynan aqli. Nima uchun? Balki nimadandir bizni ozod qilib, nimadandir xalos qilib, o'sha diqqatimizni qalbga qaratishga vaqt va imkoniyat qoladi. Vaqt bo'shaydi bizada. Va mana shu vaqt, diqqat bo'shaydi. Sizda juda ham ko'p aqliy ishlaringiz, operatsiyalarni u 6 sekund qilib beradi. Ana o'shanda bizni vaqtimiz, quvvatimiz, diqqatimiz ozod bo'lgan mana shu resurslarni men o'zimni anglashga, o'sha uyg'onishga sarflashim mumkin. O'zimni kovlashga sarflashim mumkin-da. Aytmoqchimanki, buni juda ham ijobiy tarafi bor. Yoki mutaxassislikni yana ham zo'r taraf, xizmatni yuqori darajaga olib chiqish mumkin. Har qanday xizmat turini. Ikkinchi tomonlama o'sha boyaga aytgan gaplarimiz ham bor. Va men shunga qiziqib ketdim. Nimaga qiziqdim bilmayman, lekin shuni bilan eshityapman. Menimcha buni o'sha inson, odamlar bilan nima bo'ladi degan tarafi qiziqtirsa kerak. Va insonlar, tezroq harakat qilinglar, ayollar, aqlingni yig'ishtirib ol. Harakat qil, hozir san bolaligini urishib, repetitorga tiqib, sani aytishnik qilaman deb eng birinchi yo'qoladigan soha bu IT sohasi yo'qoladi. Aytishniklar qolib ketadi. Tasavvur qiling, shu kungacha eng qimmat, eng katta pul to'langan soha birinchi o'rinda IT bo'ladi. Chunki u o'zi yarataveradi har qanday kodni ham, programmani ham, har qanday narsani. Sen hozir farzandingga nimani beryapsan, nima to'g'ri beryapman deb o'ylaysanmi? Uni majbur qilasan, sen misol uchun yurist bo'l, sen bankir bo'l deb. Bo'lmaydi yurist bilan bankirlar ertaga. Bo'lmaydi. Hojat qolmaydi yurist bilan bankirlarga misol uchun. Hatto shunaqa narsalar borki, operatsiyalarni sun'iy intellekt bajaradi. Jarrohlikni sun'iy intellekt bajaradi. Chunki u xatosiz harakat qiladi-da. Insoniy faktor u har xil narsa bo'lishi mumkin. Odam adashishi mumkin, ichgan bo'lishi mumkin, kecha xotini bilan urushib kelgan bo'lishi mumkin operatsiyadan oldin. Lekin robotda unaqa narsalar yo'q. U chutki bajaradi. Mana siz misol uchun jarrohlikni kimga topshirgan bo'lardingiz? Odam qo'ligami yoki robotgami? Robotga bo'ldi. Bu ham qiziq. 100% da u hamma narsani ahamiyatga oladi. Uni qo'li titramaydi. U millimetrgacha harakat qiladi. Ya'ni agar sun'iy intellektga shu kungacha bo'lgan hamma jarrohlik amaliyotlarini, video tasmalarini, hamma ma'lumotlarni unga joylasangiz, u bilasizmi qanaqa hal qiladi buni? Qanaqa
akkuratniy hal qiladi. Xo'p, endi u 12 yil meditsinskiyda o'qiydi hozir. Nima bo'ladi u keyin ertaga? O'zi programmist bo'ladi. ChatGPT yaxshi to'g'ri savol beradigan bo'ladi. Shunaqa. Ajoyib. Nargiz, bu savol berish to'lqinimdan boshqa joyga chiqib ketdim-da hozir. Bu ham qiziq. Boshqa joyga chiqib ketdim. Bilmadim nimaga bunaqa bo'ldi. Biz 13-kuni biz siz bilan syomka kunini aniqlayotganimizda safardan kelgandan keyin balki qilarmiz dedingiz-ku. Shu kunlardagi safaringiz qiziq. Dog'iston. Nima uchun? Uni sababini aytolmayman. Asosiy sababini aytolmayman, lekin chunki o'tgan safar borganimda bu ikkinchi marta borishim. O'shanda borganimda tog' tepasiga cho'qqiga chiqib bir niyat bildirgandim-da. O'sha niyatim amalga oshdi. O'sha bilan ketyapman. Lekin yaxshi ko'raman tog'ni. Tog'ni yaxshi ko'raman. Qaysi tog'ni? Farqi yo'q. Qanaqa tog' bo'lsa ham. Menimcha bu Tibetga borib kelganimdan keyin, Peruga borib kelganimdan keyin, Janubiy Amerikada Perudan keyin man bilmayman, tog'iga tortadi. Undan keyin Tibet bo'ldi. O'zi safarlardan charchadim. Ozgincha bu yil dam olaman dedim. Dog'iston bu yengilroq. Chiqib kelmasam bo'lmaydi. Shunaqa qiynaladigan bo'lib qolganman, xuddiki bir katta narsani kichkina uyimga kirsam, mana shu devorlarni ko'raman-ku. Shunaqa kichkina joyga tiqilib qolganday his qilaman, sig'mayman. Shaharga sig'mayman, uyimga sig'mayman. Borib kelganingizdan keyin bu o'tib ketadimi? Biroz muddatga? Men shu taskin topib kelaman. O'shaning uchun borib, o'sha yerda tog'ning tepasiga cho'qqiga chiqib olib, o'sha yerda o'tirib ko'rib, o'sha Foto nazarimda tog' tepasidagi daraxtga nimadir bog'lab keladigan deysiz. mayli bog'lab kelaman nima. Maza qilaman. Bu mani o'zim shaxsan menga kerak bo'lgan narsa. Dozami bilmayman nima. Xo'p, keling, yana bitta narsa qiziq mana safar yuzasidan. Safarga har doim kim bilandir chiqib ketaman. Operatorlarim o'zgarib ketadi, kimlardir o'zgarib ketadi, lekin men o'zgarmayman nimagadir. Atrofimdagilar o'zgarib ketadi. Ularni hayoti o'zgaradimi yo odamlar o'zgaradimi demoqchimisiz? Ular safarda o'zgarib qoladi ajoyib. Da. Ular safarda o'zgarib qoladi. Ular qanaqadir o'zini xarakterimi nimadirlar bo'lib ketadi-da. Kelgandan keyin albatta sen chopilding deyman, u yerda turib o'zi qarorim qabul qilinadi. Xayr, sen bilan xayrlashamiz shu yerda deyman. Lekin aytaman, balki o'zim o'zgarar ekanman, o'zim o'zgarsam nima uchun ishim o'zgarib ketmaydi? Menda sifat ko'tarila boshlaydi. Lekin atrofimdagilar qanday qilib safarga ketishdan avval nimaga man noldan o'rgatgan odamlarim keyin yana ketkazib yuborishim kerak? Bu aytmoqchimanki, safarga ketishdan oldin bilib olsa bo'lmaydimi shuni? O'zgarmaydigan odam. Va siz safarga kim olib ketasiz? Va uzoq yillardan beri safarga siz bilan doim chiqadigan odam kim? Yaqin do'stlarim bor. Yaqin do'stlarim bilan chiqaman. Har xil safarlar bor, oilaviy bor. Faqat bolalarim bilan chiqaman. Ota-onamni olib chiqadiganim bor. Ko'pchilikni retrit bilan chiqadiganim bor. Ya'ni ayollarni olib chiqaman. Yuqtirgim keladi shuni. Sayohat qilishni yuqtirgim keladi. Chunki bir marta borib kelsa bo'ldi, odam tura olmaydi. Uni dunyoqarashi kengayadi. Lekin shaxsan o'zimga tegishli bo'lgan safarlar bor. Eng yaqinlarimni olib ketaman. 2-3 dunyoqarashi bitta to'lqindagi odamlar, u yerda boshqa dunyodagi odamlar ham yig'iladi-da. Faqat duxovniy retrit, u kuchli, u shunchaki aylanish, rasmga tushish uchun emas, kuchli ichki jarayonlar bilan bog'liq bo'ladi. Uni odam oldindan biladi, unga tayyor bo'ladi, tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni men bilan u yerda nima bo'lsa ham tayyorman, qabul qilaman deb qadam qo'yiladi. Har qanday og'riq, har qanday vaziyat, har qanday oxirgisida bir o'limdan qolib keldim. Hatto bir o'lib, o'chib, uyg'onib shunaqasiga ham tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa safarlar ham bor. Hammasi har xil. Lekin har qanday safar insonni o'zgartiradi. Shuning uchun hadislarda ham bir yilda bir marta hech qachon bormagan joyingga bir marta borgin deyilgan. Bu buyurilgan. Bu odamni ongini, dunyoqarashini kengaytiradi. Albatta siz oldingidek bo'la olmaysiz. Buni iloji yo'q. Va odam o'zgaradi, o'zgarish uchun chiqadi safarga. Maqsad shu. Aslida shu. Atrofingizdagilar o'zgarib ketishi. Mayli, ular ham o'zgaradi. Siz o'zgarganingiz uchun ular o'zgaradi aslida.
Va insonga man o'ylaymanki, agar haqiqatdan qobiliyatli inson bo'lsa, unga imkoniyat berish kerak. U siz bilan birga tarbiyalanadi, u siz bilan birga o'sadi, u xato qilishi mumkin, u adashishi mumkin va qayta kelishuvni qayta ko'rib chiqish mumkin. Imkoniyat berish mumkin. O'shanda ham turib bermasa, bo'l xayrlashasiz keyin. Lekin o'zgarish, o'sish bu tabiiy, bu norma. Shunday bo'lishi kerak. Biz boshqamiz, bo'ldi. Safardan keyin biz boshqamiz. Ana aytiladi-ku, yaqin insoningni aslida qanaqaligingni bilishni istasang, Safarga bor. safarga bor deydi. Ana shu yerda ochiladi-da. Haqiqiy ichidagi narsasi ochilib ketadi. Ushlab bo'lmaydi u yerda. Ushlab bo'lmaydi. Komfort zonadan chiqib ketadi. Siz bilan qachon safarda suhbat qilamiz? Kim bilan, bilmadim, nasib qilgan bo'lsa, yozilgan bo'lsa, balki. Deyarli menimcha savollarimga men javob oldim bugungi kunda. Va balki safaringizdan keyin yana tinch qo'ymaydigan savollar paydo bo'lsa taklif qilaman sizga. Balki. Bizni kelishgan loyihalarimiz bordi. Mana shu loyihalar o'sha safaringizda daraxtga narsa bog'layotgan paytda yangi proyekt ustidan bog'lashingizni iltimos qilaman. Niyat qilishingizni qo'layman va bu amalga oshsin. Men har doimgidek sizni ko'rsam xursand bo'laman. Rahmat, taklif uchun rahmat. Siz kelganingiz bizani xursand qiladi. Komandamiz bizni shu taraflardagi oilamizni yoki YouTube kanalini yoki Instagram va odamlarga qiziq bo'ladi. Men har doim siz bilan urushadini kutadigan, siz ko'proq Nargiza Sattarovani chaqiring. Siz albatta u bilan urushasiz deydi. Bu gal qo'limdan kelmadi yoki siz yoshingiz ulg'ayib qoldi yoki meniki yoki siz meni mensimadingiz. Har desa ham shekilli. Menga nima uchun har doim taklif qilsangiz gaplashgim keladi, chunki kamdan kam yoqishga harakat qilishni istamagan jurnalistlar kamdan kam suhbatdoshlar. Va sizni noqulay savollaringiz o'zingizdan kelib chiqqanligi uchun menga yoqadi. Ya'ni bu haqiqiy savol, bu живой savol, tirik savol, bu haqiqiy, bu men bilan bog'liq va bu o'zimga ham noqulay. Shuning uchun men o'zimni noqulaychiligim bilan bo'lishmoqchiman. Senga ham noqulay bo'lsin ozgincha. Mana shunaqa narsadan chiroyli narsa yaraladi. Shuning uchun rahmat taklif uchun. Xush kelibsiz. Rahmat.